Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz, kanalimizga xush kelibsizlar. Mana bugun Namangan viloyati Chust tumaniga Olmos qishlog'iga shu ishlarimiz haqida o'rnatdik. 4 ta eshik, bitta veranda, 3 ta deraza qilib o'rnatdik. Oynalari, laklari, oshimosh qulflari ichida bo'ldi. Qalinligi 4,5. Aynalarimiz germetik bo'lgan, juda ham chiroyli holatda bo'ldi. O'zingizlar uyni dizaynini, eshik romlarini tushmasini kommentariyada izohlarda yozib qoldiringlar. Pastdagi raqamlarga murojaat qilsanglar, qo'ldan kelgancha sizlarga tushuntirib o'tamiz. Nasib bo'lsa sizlarga qilib berishimiz mumkin. Ishlarimiz bir obzorini ko'ringlar. Eshiklarimiz mana razmerlari derazamizga 1.60 ga 1.77 bo'ldi. Eshigimiz 90 ga 2.20 qo'yilgan ekan. Go'zal holatda chiqdi deyapishni. Endi 2.30 qo'yilsa, tepasidan ko'zi chiroyliroq chiqadi. Razmerlarda masalan uy solyapti turib, qanaqa razmer qo'yay degan akalarimiz bo'lsa, bemalol aloqa chiqaverasizlar. Maslahatimiz bepul, bemalol maslahatlarimiz berib o'taveramiz. Bo'ylari yopishtirilgan holatda o'rnatildi mana. Verandamizdan juda ham cho'tki holatda tushdi mana. Shu yer zalida uzun. Endi bitta xonaga aylanib qoldi. Shu veranda bilan o'chchaki xona bilan boshlaymiz. Ochilib yopilish. Bu yerda ham 1.62 1.77 deraza, 92.19 eshik. Ichki holat ko'rinishlari. Daborlar bilan berilgan. MDF laminatdan dabor qilindi. Eshikda o'zi yog'och, oshimoshlar 3 tadan mana. Deraza ham shunaqa. Tagi patagoniyasi akfadan, ikki chekka tepa MDFdan, deraza o'zi yog'ochdan. Patologiya ham go'zal holatda mana. Laytda ham bostirasizlar. Go'zal holatda o'tgan ishlarimiz mana. Endi bu xonasi. Bu xonani dizayni undan ham go'zal mana. Derazaga joy qo'yib ketilgan ekan. Mana derazaning ko'rinishi orqa tarafda. Bitta narsani tushuntirib o'tib ketamiz. Xo'p, menga dabori bilan qilib bering degan akalarimizga daborini o'ziga 500 ming so'm pul qo'shilib qoladi. Daborda hamma yo'q rasxoti, mehnati ichida. Tagi patagoniyasini kelishilgan holatda qilib beramiz mana. Eshiklar ham shunaqa holatda 500 ming so'm qo'shilib qoladi narxiga. Dabor qilib bering degan akalarimizga. Go'zal holatda uyda o'zi juda ham chiroyli holatda ekan. Buni yopilish holatlari mana. Zo'r holatda bo'ldi. Endi bu xonasini ko'rib o'tamiz. Bu xonasi o'zgacha aboylar bilan bitkizilibdi. Bu xona ham xuddi shunday, faqat eshigi 1,5 xonatli bo'lgan, 1.20 ga 2.20. Derazasi bir xil. Lyustralari juda ham ajoyib. Laytni bosib qo'yamiz.